Bular ochib beryapti уже. Yuqori turuvchi tashkilotlar qonuniy chora ko'rishini xohlayman-da men. Mana ochildi. O'ra kirish mumkin emas deydi, mana shuncha yengil mashina kirib o'tiribdi ana. Bulardan pul oladi, kirgizib yoradi. Ana, shuncha kirib o'tiribdi. Baribir uzoq bo'lar ekan-da. Baribir uzoq bo'lar. Nariyadan kirib yoq kelish kerak. Nariyadan qo'ymadi-ku, bu yoqdan o'tdi dedi. O'sha uchun bu yoqdan o'tdim men. Naqra o'zimiz olib boramiz endi. Yo'ling oching. Hozir yordamlashamiz. Lesdan oldim. Bari uzoq bo'ldi. Ana, shuncha mashina ko'rib, ana mashinalar ana. Pulni oladi, kirgizadi ana. Bera chora ko'rishlar sog'layman. Qani oling bo'ldi siz. Oling, to'g'ri. To'xtang, to'g'ri. Hozir yukni tushirib olaylik. Hozir bu yoqdan ham shu olamiz. Ha, yoshlarga katta inson misol shuncha kishi endi kelyapti. Yordam to'g'ri ushlang buni. Ma olay shuni. To'qni ustidan oldin olaylik. Telefoningizni ushlang. Ha, to'g'ri pensioner. To'g'ri bular qilgan ish to'g'rimi yo noto'g'rimi? Qonunga ham, lekin Xudoga ham noto'g'ri. Ularning o'zining otasi bor-ku.